Chorvadorligi bor akalarimiz uchun 220 tokda ishlaydigan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan zavodskoy drabilka so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizdagi drabilkalarimizni sizlarga birma-bir qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. E'tibor berib, videoni oxirigacha kuzatib borishlaringizni tavsiya beramiz akalar. Xo'p, birinchida turgan drabilkalarimiz universalni drabilka bo'ladi. Yem hashak mahsulotlarini maydalab seloz darajasidan kepay darajasigacha keltirib chiqarib bera oladigan drabilka. Ikkinchida turgan drabilkamiz esa 6 pichoqli jodu drabilkamiz hisoblanadi. Bu drabilkamiz yordamida ho'l quruq hashak mahsulotlarni maydalashlikda 1-1,5-2 sm gacha chiqarish imkoniyati mavjud. Uchinchida turgan drabilkamiz esa 6 pichoqli variantini 4 pichoqli splashnoy variantidan bo'ladi akalar. E'tibor beringlar. Bular ham 1-1,5-2 sm gacha bemalol seloz darajasiga keltirib chiqarib bera oladigan ho'l quruq hashak mahsulotlaringiz beyda somon press mahsulotlaringizni chiqarish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Xo'p, 4-da turgan drabilkamiz esa bu drabilkamizning tepasida bunkerli varianti bo'ladi. 6 pichoqli drabilkamiz hisoblanadi. Tepasida bunkerlar yordamida uyingizdan chiqadigan po'choq-mo'choq polis ekinlaringizni sizga yemga aralashtirib berish uchun yorma holatiga keltirib chiqarib bera oladigan drabilkamiz hisoblanadi. Xo'p, keyingi variantdagi drabilkamiz esa lentalik alligator drabilka bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz qiziqqan lentali drabilkamizni lentalari katta va pichoqlari splashnoy 6 pichoqli, ichki tomon pichoqlari ham 14 qatorli variantlardan yetib kelgan. Bu drabilkamiz yordamida ho'l quruq hashak somon press poya mahsulotlaringizni maydalash uchun bemalol seloz darajasida eng mayini 0,5 sm gacha chiqarib bera oladigan drabilkamiz hisoblanadi. Undan tashqari hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan listlari qalin bo'lib ishlangan universalni drabilkamizni yangi partiyalari ham yetib kelgan. Bu tomondan don mahsulotlari bemalol solib, kepay holatiga keltirib chiqarishlaringiz mumkin. Bu tomonidan esa ho'l quruq hashak, somon, press, poya mahsulotlaringizni chiqarib bemalol seloz darajasigacha keltirib ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, hozirda bu drabilkalarimiz sizlar bilan endi qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, bu drabilkamiz 220 tokda ishlaydigan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan zavodskoy drabilka hisoblanadi. Bu drabilkamizning ichki tomon sistemalari boshqa drabilkalardan anchagina farq qiladi. Ichki tomon sistemalari ham 5 qatorli pichoqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Segmentli pichoqlar bilan jihozlangan bu drabilkamizda komplektda o'zini mana shu turdagi setkalarigacha qo'shib beriladi. 4 xil 5 xildan setkalarigacha qo'shib beriladi. Bu degani eng mayin holati, kepay holatiga keltirib chiqarib beradi va undan tashqari seloz darajasiga keltirib chiqarishlik uchun bemalol boshqa setkalarni ham qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, bu drabilkamizni bu tomondan ho'l quruq hashak mahsulotlari kiradi. Bemalol tepadan pastdan chiqarishlaringiz mumkin. Bu tomondan esa don mahsulotlari tushadi. Don mahsulotlari tushgandan keyin eng pastki tomonidan sizga kepay darajasiga keltirib chiqarib beradi. Bu universalni drabilkamiz 220 tokda ishlaydi. 3 kilovatdan boshlab 5,5 kilovatgacha motorlarda qo'yib berish imkoniyati mavjud. Bu universal drabilkamizni ishlash jarayonlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni kommentariyasiga ishlash jarayonlarini ko'raylik deb yozib qo'ysalaring, ishlash videolarini ham to'liq obzorini qilib chiqaramiz akalar. Bu universalni drabilkamizni hozirgi paytda narx-navolariga kelib o'tadigan bo'lsak, uyingizda tokka qarab turib motorlarni moslab berish imkoniyatlari mavjud va narxlari esa 3,300,000 so'mdan boshlab 4,5 million so'mgacha motorini kilovati va undan tashqari listlarni qalin yupqaligiga qarab narx-navolari o'zgaradi. Xo'p, bundan tashqari universalni drabilkalar emas, oddiy lentali alligator drabilka so'ragan akalarimiz uchun lentalik alligator drabilkalarimizdan ham yetib kelgan. Bu drabilkamizning oldingi partiyadagi drabilkalarimizdan farqi lentalarini kattaroq qilib olib kelganmiz va bunkerlari ham uzunroq variantidan bo'ladi. Bu drabilkamiz yordamida ho'l quruq hashak, somon, press mahsulotlari va poya mahsulotlarini chiqarishlikda e'tibor berishlaringiz mumkin. Ichidagi shinaklar yordamida o'zi avtomatik tortib oladi. Tortib olgandan keyin mana shu pichoqlar yordamida 6 qatorli splashnoy pechatli pichoqlardan qo'yib jihozlangan bo'ladi. Bu joydan maydalagandan keyin ikkinchi sort mahsulotni mayin holatida eng mayini
yarim santimetrgacha chiqarib bera oladigan 14 qatorli pichoqlardan ham doполнительный qo'shtirib olib kelganmiz. Undan tashqari bu lentali drabelkalarimizda skorost qismlari ham bor. Bemalol birinchi skorga qo'yadigan bo'lsangiz 1-1,5 santimetrgacha, ikkinchi skorga qo'yadigan bo'lsangiz yarim santimetrdan 1 santimetrgacha chiqarish imkoniyatlari mavjud. Ho'l quruq tanlamaydi, xohlagan mahsulotlaringizni maydalab molingizga, qo'yingizga beradigan darajada chiqarishlaringiz mumkin. Ho'l quruq hashay mahsulotlaringiz va dumbul mahsulotlaringizni bemalol sizga selos holatiga keltirib chiqarib bera oladi. Bu lentalik drabelkalarimizni hozirgi paytda narx-navolarga kelib o'tadigan bo'lsak, bu drabelkalarimizni ham motorlarni xohlagan motoringizga o'zgartirib bera olamiz. Bu degani 3 kilovatdan boshlab 5,5 kilovatgacha motorlarda qo'yib berish imkoniyati bor. Uyingizda tok 180-190 gacha tushadigan bo'lsa, motorlarni o'zgartirib, uyingizda tokka ham moslab berish imkoniyatlari mavjud. Hozirgi paytda bu drabelkamizning narxlari 4 million so'mdan boshlab 5,5 million so'mgacha variantlari bor. Kelib, bulardan ham tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Agarda sizga bu turdagi lentali drabelkalar emas, oddiy jodu drabelkalari qiziq bo'ladigan bo'lsa, jodu drabelkalarimiz bunkerli, 4 pichoqli va 6 pichoqli variantlardan mavjud. Bu drabelkalarimiz yordamida ho'l quruq hashay, beda, somon, press va poya mahsulotlaringizni bemalol shu yerdan tiqib, ichki tomon sistemasi yordamida e'tibor berishingiz mumkin. 6 pichoqli pechatli pichoqlardan foydalanilgan, ichki tomonlari ham qalin listlardan foydalanilgan. O'zi avtomatik shinaklar yordamida tortib oladi va tortib olgandan keyin sizga mayin holatida 1-1,5-2 santimetrgacha chiqarib bera oladi. Bularning ham ikkitadan skorslari bor. Xohlasangiz birinchi skorga xalastoy va ikkinchi skorlarga qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Ko'pchilik akalarimiz qiziqadi, tepasidagi bunkerlari nima uchun kerak degan akalarimiz uchun. Tepasidagi bunkerlari sizni uyingizdan chiqadigan poliz ekinlaringiz va po'choq-mo'choq shunga o'xshagan mahsulotlaringizni yemga aralashtirib berishlik uchun maydalab 2-2,5 santimetrgacha katta kichiklikda chiqarib bera oladi. Bu turdagi 6 pichoqli va 4 pichoqli drabelkalarimiz har xil turdagi assortimentlardan bor, e'tibor berishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda bunkerli, bunkersiz 4 pichoqli va bunkersiz 6 pichoqli variantlardan bor. Bu drabelkalarimiz hozirgi paytda xo'jalik bob, ro'zg'or bob modeli mana shu drabelkalar bo'ladi. Hozirgi paytda eng arzonchi modeldagi drabelkalar ham mana shular bo'ladi akalar. Bitta xo'jalikdagi molingizga, qo'yingizga bemalol yetib ortib oladi. Xohlaganlar uchun bu turdagi drabelkalarimizga benzinli motorlarni ham qo'yib berish imkoniyatlari mavjud. Hozirgi paytda bu drabelkalarimizni uyingizda tokka qarab turib, bularni ham moslab berish imkoniyatlari bor. Benzin motor degan akalarimiz uchun benzin motor, xohlaganlar uchun elektrический motorlarni 2 kilovatdan boshlab akalar 5,5 kilovatgacha motorlarni qo'yib bera olamiz. Bu drabelkalarimiz hozirgi paytda eng arzonchi modellar 2 million so'mdan boshlab 3,5 million so'mgacha drabelkalarimiz mavjud. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ishlash jarayonlarini ko'rmoqchi bo'lgan akalarimiz videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar va kommentariyada ishlash jarayonini ham ko'rib boraylik deb har bitta drabelkamizni qaysi birini ma'lumotini berayotgan bo'lsak, shuni yozib qoldirsalaring, to'liqroq sizlarga ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Undan tashqari universalni drabelkamizni oddiyroq listlar yupqaroq variantdan ham so'ragan akalarimiz uchun universal drabelkamizni oddiyroq variantlaridan ham yetib kelgan. Bu universalni drabelkamizni bunkerlari kattaroq bo'ladi. Bu tomondan don mahsulotlari tushadi. Bu tomonda esa yana oxirlari bor. Bu oxirlari tomonidan ho'l quruq hashay mahsulotlaringizni kirgizib ishlatishlaringiz mumkin. Bu universalni drabelkalarimizni boshida tanishtirib o'tganimizdek, don mahsulotlarni maydalab, eng mayini kepay holati va eng yirik holati esa selos darajasiga keltirib chiqarib berish imkoniyatlari mavjud. Bu universalni drabelkalarimizni aytib o'tganimizda 3 million 300 ming so'mdan boshlab 4,5 million so'mgacha variantlari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu universalni drabelkalarimizni ham eng arzon narxlarda qilib beramiz. Xohlaganlar uchun benzinli motordan, xohlaganlar uchun elektrический motordan qilib beramiz. Kimga mana shu turdagi drabelkalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar ishlash jarayonlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qiladigan bo'lsalaring, sizlarga Telegram orqali ishlash jarayonlarigacha, video obzorlarigacha tashib beriladi akalar. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, agroservis do'koni. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha